Bemor ahvoli qalay? Bizni holi qoldiring. Ayağımın yatışını. Diyaz. Dostum, ko'zingni och. Alisher, do'stim, senmisan? Sog'liqlaring yaxshimi? Yaxshi. Sodiqjon, sen yaxshi yuribsanmi, do'stim? Rahmat. Xudoyim meni farzanddan ham, oiladan ham siqib qo'ygan do'stlarim. Yaxshiyam sizlar borsizlar. Do'stlar davrasida jon berish qanday yaxshi-ya. Bo'ldi. Ko'p gapirma. Quvvating ketadi. Men sendan mag'rurman, do'stim. Sen dong'i ketgan aktyor bo'lasan. Albatta Gamletni o'ynaysan hali. Kimsan og'ayni shoshmagin? Shoshmasang-chi, kimsan? Axir bechora og'aynimiz bekordan-bekorga o'lib ketaveradimi? Biror ilojini qilsang-chi, do'stim. Axir vrachsan-ku, vrachsan, do'stim. Kimsan og'ayni maslahatli ish bor. Menga kasal nomini aytgan, iltimos sendan. Bilmagan narsaga burningni suqma. Qanaqa odamsizlar o'zi? Qanaqa odamsizlar? Nimalar deyapsizlar? Men qo'limdan kelmaydi, qila olmayman. Aql qila olmayman. Nega qila olmas ekansan? Hol holatingni. Ilojim yo'q. Shuni ham qila olmaysanmi? Nimaga? Vrachsan-ku axir. Hipokrat qasamni ichgansan. Ha, ichganim rost, lekin qila olmayman. Ha, ichgansan. Ammo qila olmayapsan. Bir do'stimiz bir burdagina bo'lib yotsa-yu, sen o'zing yo'q deysan. Axir hech bo'lmasa qonini yorib ko'r. Biron bir kasali bordir axir. Nima deysan? 3 yilda 6 marta kesdim. Kesadigan joyini o'zi qolmadi. Nima qil deysan? Diyos og'ayni, turaningni. Ha, barakalla. Endi soppa so'zan. Men shuni istayman. Keyinchi o'lib qolsang kim senga gap deyadi? Ana, tuzalib ketdi. Kimsan voy? Men tuzalib ketdim. Nananay, nananay. Tentak, nega turding o'rningdan? Va!